Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 8-mart yakshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Ertalab bozor 6 da boshlanib, kunduzi 11 gacha bo'lyapti. Naqd e'tiboring aka, endi nech pul deb turadingiz buni? Hop, bularda 38 ming so'm chiqaraveramiz pachka narxi. Pachkaga 38 ming so'mdan ekan. Donaga ham shumi? Donaga bozordan kelib shu narxga olaveradi. Ha, o'zlaring kelsalang, donaga ham shu narx ekan. Razmeri qanaqa ekan buni? 48 dan 54 gacha razmerlar. 48 dan 54 gacha ekan. Materiali bambuk HBmi? Bambuk. Yaxshi. Bu shuni rasvetkasimi? Aha, 6 xil rasvetkasi bor hozir. Hozircha 6 xil rasvetkasi bor ekan. Bu ham shuni rasvetkasimi? Ha, rasvetka. Bu ham shuni rasvetkasi ekan. O, bunisi-chi? O'sha bir xil mentgacha 38 ming so'm. Yaxshi, bular ham xuddi shuni rasvetkalari ekan mana. Razmerli 48 dan 54 gacha razmerlari. 48 dan 54 gacha razmer ekan. Jigarlar. Kimda qanaqa fikri bo'lsa, kars Miramirlarimiz 50 ming so'm chiqaraveramiz. bular miramirdan ekan. Miramirlarda 50 ming so'mdan ekan. Dona pachka narxi bir xilmi aka? Bir xil narx. Dona pachkaga narxi bir xil, 50 ming so'm. Bo'ylari 105 uzun chiqqan. Bo'ylari 1.5 ekan. Razmeri nechtalik? To'rttalik 48 dan 54 gacha razmerlar. To'rttalik 48 dan 54 gacha ekan razmerlari. Yaxshi. Mana alohida ham videoga olib qo'yapman jigarlar. Sizlar uchun. Bitta ko'rsatib yuboring aka shu orqasini. Orqa tomondan. Mana. Telefon nomeringiz necha aka sizni? Necha? 88lik 88lik 582 582 0094. 0094 ga telefon qilaverasizlar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa. Mana pachkada tovarlar sizlarni kutyapti mana. O'zingiz ishlab chiqarasiz? Aha, birinchi qo'l ishlab chiqarish. Yaxshi.